Mana 1 yoshli o'tganni qabrini ko'rdik, 1 yoshga to'lib 100 yoshdan oshib o'tganni qabrini ko'rdik deyishyapti. Hikmatda mana bu. Ilonni eshitdik tepada yurib deyishyapti. U eshitganmiz o'sha qabrda azob beradi deb aytishyapti. O'zlari ko'rsa yaxshida mana. O'sha qabr azobi haqida ko'rgansan, Ziyobe? Yo'q, ilon bor ekan, o'lim, ilon. Mayli, o'tiraversin o'lim. Birovlarni gapirmasdan, gadats qilmasdan Allohim o'zimni saqlagin qabr azobidan deb duo qilinglar. O'zini o'ylash kerak hamma odam. Xodim bor ekan 1385-yilda tug'ilgan. Bu ham odammi? Bu отдельный odam. O, tepada. Я думаю, это вот это она. Yangilashib qo'ydi. А где картина? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qo'lingizni tushirib o'qiring o'g'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad. Diyorbe. Amin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Alhamdulillahi robbil jannatdan qilsin. Allohim qabristonga kirib beodoblik qilganlarimizni gunohlarini ham kechirsin. Qabr azoblaridan hammamizni o'zing saqlagin Allohim. Gunohlarimizni o'zing kechirgin. Nomay amallarimizni o'ng qo'limizdan berib oxiratda Sirat ko'priklaringdan sog' salomat o'tishimizga musharraf aylagin Allohim. Tez va oson, qiynalmay o'tishimizga o'zing musharraf aylagin. Assalatu vassalamu alayka ya Rasululloh. Assalatu vassalamu alayka ya Habiballoh. Assalatu vassalamu alayka ya Xalqulloh. Assalatu vassalamu alayka ya Nabiyulloh. Allohu akbar. Biz chi to'palan qilib boryapmiz. Endi sekin qaytdik bolalar. Faqat odam ajratishni bilasizlar. Juda interesting ekan, biz o'rganmoqchimiz. Like few Muslims and the cultures and stuff. Qo'li kuyibdi. Bu o'zi musulmonlar qabriston. Keyin mana toshlar haqida ham bilasizlarmi? Aslida qo'ymaslik kerak, qo'ymagan yaxshi bunaqa toshlarni. O'ta bahaybat qilib zeb berish yaxshi emas, ayniqsa rasmlarni qo'ymaslik kerak. Odamlar kelib sig'inishi mumkin. Shuni yo'q, minimum narsa qo'yinglar, bo'ptimi? Juda ham sunnatga muvofiq. Olimlardan, domlalardan so'rasanglar aytib beradi. O'shalar aytganini qilasizlar. Bu qabriston yo'qmi bilmayman-ku, shu Shohizindagi ketaverishdagi yo'lda mana Karimov maqbarasi bilan birga ulaydigan, lekin har safar kelganimda kiraman. Daraxtlar ko'p.